Dasturimizni davom ettiramiz va bizni tomosha qilayotgan barcha muxlislarimizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lishini chin yurakdan istaymiz. Nozimaxon, bugungi dasturimizda ham muxlislar uchun bir qator va rang-barang sahifa va lavhalarni efirga uzatdik. Ammo ular orasida Bisot sahifasining muxlislari juda ko'p. Aynan ushbu sahifa muxlislari uchun hozir O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoira Umida Abduazimovaning hayot chizgilariga nazar solamiz. Marhamat. Onalar qiz bolani hayotida katta o'rin tutadi. Turmushlariga chidash kerak, dedilar onam doim. Oilada har xil voqealar kechadi, yetishmovchiliklar bo'ladi ba'zan. Oilani tutumini ol, o'sha tushgan xonadoningni, o'shalarni ra'yiga qaragin. Birinchi o'ringa turmush o'rtog'imizni qo'yganlar. U bu hasratlarimizni qilib kelsa, voy sanga chidaganiga rahmat, san erkatoyga bas kelganiga rahmat, san erkatoy qiloqlaring ko'targaniga rahmat. Men kelinlarim shunaqa bo'lsa birdan tezda jo'natib borardim degan gaplarni ham qilib qo'yardilar. Bildirib, ochiq qattiqqo'l, mehrli qattiqqo'l bo'lganlar. Ona o'gitini olgan qizlar yomon bo'lmaydi. Chunki onalarning tajribasi bor. Turmush o'rtog'inglar ona otanglarga qilayotgan mehringlar sabab sizlarni sevadi, yana ham qattiqroq sevadi. Bu nafaqat turmushga chiqib erga xizmat qilish emas, o'sha erga sevimli bo'lish uchun ota-onasini mehrini qozonish kerak. Shunday maslahat bergan bo'lardim. Biroz qattiqchilikka, biroz chidab, biroz har xil gap so'zlarga chidash kerak. Hamma narsani ko'ngilga olaverish kerak emas. Ortingdan gapirgan orqangda qolar degan gaplarni aytardilar onam.